Assalomu alaykum hurmatli guruhdoshlar, assalomu alaykum bizni kuzatib turgan ishtirokchilar. Mana bugungi Denov tumanining Navro'z bayramiga katta tayyorgarliklar amalga oshmoqda. Ko'rib turibsiz, mana sahnaga mehmonlarni kelishi, mehmonlarni joylashtirish choralari ko'rilyapti. Mana sahna ham yaxshi, juda ajoyib tayyorlangan. Denov tumanining Navro'z olam bayrami shu bugun 17-chiqisloda bo'lib o'tadi. Albatta mana bu yerda amalga oshirilgan ishlarni tanishtirib o'taman. Bu yerda hamma tomonda bayramona kayfiyat. Mana ko'rib turganingizdek, Denov hunarmandlarining mahsulotlari milliy tus berilgan jarayoni mana bu yoqda. Albatta daryo o'zani, Qizilsuv daryosi o'zanida amalga oshirilgan katta ko'lamli ishlarni ham birdaniga yoritib beramiz. Ko'rib turibsiz, qisqa muddat ichida katta ko'lamli ishlar amalga oshdi. Hurmatli guruhdoshlar, ko'rib turganingizdek, mana bu yerda Denov tumanida chiqindi xonaga aylanib yotgan joyda qanaqangi bir go'zal maskan barpo etildi. Buni o'zi ham albatta tahsinga sazovor ishlardir. Ko'rib turganingizdek, mana bu yerda yoshlar uchun ko'ngil ochar joylar, yoshlar uchun biznes markazi, yoshlar uchun sayilgohlar hamda Denov xalqi uchun anjumanlar o'tkazadigan maskanga aylanib bo'ldi. Hurmatli guruhdoshlar, albatta biz hozir kontentlarimizda dunyo o'zbeklari ko'radigan kontent tayyorlayapmiz. Prosmotrovlarni albatta YouTube kanallarida, Telegram, Instagram, Facebook va WeChat hamda TikTok barcha ijtimoiy tarmoqlarda yoritamiz. Bizni kuzatishda davom. Bu ko'p qismlardan iborat bo'ladi. Bizni mana shu Denov tumanimizdagi hunarmandlarimizni qo'l xizmatlari ham mana bu yerda namoyish etilyapti. Albatta hozir bu yerga chet eldan, Indoneziya davlatlaridan, Afg'onistondan mehmonlar kelgan. Bundan tashqari Tojikiston Respublikasini delegatsiyasini borib kutib olamiz va ushbu tadbirga olib kelamiz. Tojikiston Respublikasidan ham katta delegatsiya yo'lga chiqqan. Ko'rib turganingizdek, hozir odamlarda kayfiyati yaxshi. Bayramona mana bu yerda milliy hunarmandlarni tayyorlagan mahsulotlarini ko'rib turibsiz. Denov hunarmandlari tomonidan tayyorlangan bu. Bundan tashqari ushbu tadbirga tashrif buyuradigan barcha mehmonlarni hamda shahrimizning aholisini qutlab qolamiz. Mana bu yerda mana qora uy deymiz, o'sha tashkil qilingan, bergan milliy tus berilgan. Buni hozir ichkarisidan ham rakurslarda olamiz. Assalomu alaykum. Abu mana hozir ko'rib turganingizdek, bu yerda Denovimizni mana shunday milliy kiyimlarida qadimda momalarimiz, bizda endi ko'p juz, qo'ng'iroq millati nihoyatda Surxondaryoda bu qavmlar ko'p, o'shalarni urf odatlari mana ko'rib turibsizlar. Men es bilaman, albatta bu rakurslarni barcha ko'radi va milliy kiyimlarimizdagi ayol qizlarimizni hamda mana hozir biz ichkaridan ham kontent olamiz. Hop, opajon. Ichkarini mana bu qadimgi vaqtlarda odamlarimiz mana shunday shinam, mana shunaqangi qora uy deb aytiladi bizda, mana shu o'tovlarda yashashgan. Bu yerda mana hammasi ko'rib turganingizdek qo'l xizmati. Bu yerda so'zana deymiz, ham bu yerda nomlari ko'p buni. Buni yana so'rab olamiz. Albatta mana ko'rib turganingizdek, assalomu alaykum. Barchalaringizni bayramlaringiz bilan. Xo'pmi? Mana shu
Rahmat. Mana milliy tus bergansizlar. Nihoyatda odamni borki havasini keltiradi. Mana qizlarimiz o'tiribdi. Oldim, mo'malarni hammasini olyapman. Albatta mana ko'rib turganingizdek Denov tumanidagi o'tovni ichini mana kirib oldim. Haqiqiy. Mana bu yerda Ozoda Karimova va mana opalarimiz mana mo'malarimizni kiyimlarini ko'rib odam xursand bo'layapti. Xuddi eski vaqtga qaytib olganimizdek. Barchalaringizni bayram bilan muborakbod etamiz. Sog' bo'lingizlar. Xo'p. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Barchalaringizni bayramlaringiz bilan muborakbod etamiz. Yaxshi kunlaringiz ko'paysin, bayram ustiga bayramlar bo'lsin. Sizlarni ijtimoiy tarmoqlarda yoritamiz. Albatta bayramni oldidan katta tayyorgarliklar amalga oshgan. Mana hozir ko'rib, odamlarni yuzida tabassumni ko'rib, quvonchni ko'rib, biz o'zimiz ham xursand bo'lyapmiz. Hamda Denov tumaniga hozir chet eldan ham mehmonlar, Indoneziyadan, Afg'onistondan kelganlar, Tojikiston delegatsiyasi keladi. Bayramni ko'tarinki ruhda o'tkazamiz. Barchalaringizga mustahkam sog'lik, salomatchilik tilayman. Bayramlaringiz muborak bo'lsin. Navruz ayyomlaringiz muborak bo'lsin. Uydagilarni ham tabriklab qo'yinglar. Hali ko'p kontentlarni olamiz. Albatta bizni ijtimoiy tarmoqlarda kuzatingizlar. Instagram, Facebook, YouTube kanallari va barcha TikToklarda ham hamma ijtimoiy tarmoqda yoritamiz sizlarni. Sizlarga mustahkam sog'lik, salomatchilik tilayman. Xo'p, sog' bo'linglar. Bayram muborak bo'lsin.